Assalomu alaykum azizlar. Bizning Anime Uz Recap kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi animemizni boshlashimizdan oldin kanalimizga a'zo bo'lishni va keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi animemiz Qilichbozlik san'ati animesining birinchi mavsumi birinchi qismi bo'ladi. Agar siz bu animeni biz bilan ko'rishga tayyor bo'lsangiz, ekran qarshishiga yaxshiroq o'rnashib oling. Biz animeni sharhini boshladik. O'yin 2025-yilda Argus kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladi. 2025-yilda Yaponiya shu darajada rivojlanib ketadiki, bu Yaponiyada VR reallik, ya'ni virtual reallik juda ham ommalashib ketadi. U yerda qilichbozlik san'ati o'yini juda ham mashhur bo'ladi. Bizning asosiy qahramonimiz jismonan juda ham kuchsiz bo'lib, lekin o'yinlar bo'yicha professional hisoblanadi. Uning ismi Kirito va Kirito ham bu haqiqiy o'yinning original versiyasi chiqqan paytida o'yinga kiradi. U bilan bir qatorda o'yin o'z ichiga 10 mingtadan oshiq o'yinchini sig'dira oladigan serveri ishga tushadi va 10 mingdan oshiq o'yinchi o'yinga kirishadi. Kirito o'yinning test varianti chiqqan paytida ham bu o'yinni o'ynagan bo'ladi va bu yerdagi hamma joylarni biladi. Klein uning beta testerligini bilgan holatida uning ortidan boradi va o'yinda unga ozroq yordam berib yuborishni so'raydi. Kirito Kleinga qanday qilib bu o'yinda yaxshi o'ynash kerakligini, sistemaning yordamini qanday qilib ishga tushirish mumkinligini o'rgatadi. Shundan so'ng Klein bilan u yaxshi o'rtoq bo'lib oladi va kechgacha bu o'yinni o'ynashadi. Klein ham o'yinning qobiliyatlaridan yaxshi foydalanishni o'rganib oladi. Kirito bilan kech kirgandan so'ng xayrlashib, Klein uyiga pizza aytib qo'yganligini aytadi. Kechki ovqatni qilishi bilanoq yana o'yinga kirishni aytib, Kiritoni ham kirishga chaqiradi, lekin Kirito o'yinga kirmoqchi emasligini aytadi. Klein o'yindan chiqmoqchi bo'lganida chiqish tugmasi ishlamaydi. Kirito ham buning ishlamayotganligini ko'rib hayron qoladi. Bu qanaqandir bir xatolik deb o'ylashadi, lekin aslida bu xatolik bo'lmaydi. Shaharning qo'ng'iroqlari chalinib, hamma o'yinchilar shahar markaziga teleport qilinadi va o'sha yerda ular bu o'yin haqidagi dahshatli haqiqatga guvoh bo'lishadi. O'yinning osmonida xatolik degan yozuv paydo bo'ladi va u ko'payib ketadi. Shundan so'ng o'yinning yaratuvchisi Kayaba Akihiko o'yinda paydo bo'ladi va bu o'yinni u o'yinchilar uchun qamoqxona emas, balki haqiqiy reallik qilib yaratganligini, agar bu o'yinda o'ladigan bo'lishsa, hayotda ham o'lishlari mumkinligini, tashqaridan hech kim ularga yordam bera olmasliklarini, bu o'yindagi chiqish tugmasining ishlamasligi o'yinning xatoligi emas, balki uning ustunligi ekanligini aytadi. Shundan so'ng Akihiko Kayabaning gaplariga ishonadi Kirito va Kleinga ham bu gaplar rost ekanligini aytadi. Akihiko Kayaba esa ko'plab o'nlab o'yinchilar oilalari bunga ishonmasdan ularning boshidagi neyro ishlemlarni yechmoqchi bo'lib, ularning hayotiga zomin bo'lganliklarini aytadi. Shundan keyin Kirito o'yinda o'lmaslik kerakligini o'ylaydi va 100-qavatgacha borib u o'yinni yutib, tashqariga chiqish kerakligi haqida bosh qotiradi. Shundan so'ng Akihiko Kayaba ularga bir surpriz borligini aytadi va xaltalaridan oynalarni olishlarini so'raydi. Ular xaltadan oynani olishganlari bilan o'zlarining haqiqiy hayotdagi qiyofalariga qaytib qolishadi. Bunga neyro ishlemning yuzini qoplab turadigan shakli yordam berganligini tushunadi Kirito. Kayaba aytadigan gaplarni aytib bo'lgandan so'ng ko'zdan g'oyib bo'ladi. Hamma o'yinchilarni sarosima bosadi. Kirito esa bu vaziyatdan chiqishni o'ylaydi va Kleinni ortidan ergashtirib oladi va u bu yerda qanday qilib yaxshi lootlarni olish mumkinligi, qanday qilib mahluqlarni o'ldirib yaxshi daraja ko'tarish mumkinligini bilishini aytadi. Klein o'z jamoasiga taklif qiladi, lekin Klein o'rtoqlari bilan kirganligini, ularga yordam bermasa bo'lmasligini aytib, o'zi borishga majbur bo'ladi. Kirito esa yolg'izlikda o'zi jang qilishga majbur bo'ladi. Oradan 4 oy o'tsa ham o'yinning birinchi qavati hali yutilmaydi. Muncha odam o'lib ketadi va birinchi qavatdagi bossga hujum qilish uchun yangi guruh shakllanayotgan bo'ladi va bu guruhga o'zini ritser deb hisoblaydigan Diabel ismli bir o'yinchi boshchilik qiladi va ular bossning xonasini topganliklarini va birgalikda jamoa bo'lib bu bossni yenga olishlari mumkinligini aytishadi. Lekin bu gapning o'rtasiga u endi guruhlar tuzishlari kerakliklarini aytganida Kirito hech kim bilan do'st bo'lmaganligini eslaydi va yolg'iz o'tirgan bir qizning yoniga borib, u bilan guruh tuzishga qaror qiladi. Shunda Kibao degan ismli bir o'yinchi maydonga chiqib keladi va ularning oralarida beta testerlar borligi,
va testda qatnashganlar hamma narsani bilishlari va tezroq kuchayganliklari, oddiy o'yinchilar ulardan ko'ra ko'proq o'lib ketganligini ta'na qilib, ularning o'rtaga chiqishlariga so'raydi va o'zlarida bor narsalar bilan bo'lishlarini, baham ko'rishlarini so'raydi. Shunda bir bahaybat inson o'rnidan turadi va o'zini Eagle deya tanishtiradi. Va u odam, mana bu kitobni ko'ryapsanmi? Bu kitobni beta testerlar chiqargan va bu yerda hamma ma'lumotlar bor. Agar bu ma'lumotlarga qarab o'ynasak, hammamiz tirik qolamiz va yaxshi kuchayamiz deya beta testerlarning yonini oladi. Diabel ham bu ma'lumotlarga qaraganda birinchi qavat bo'lsa, bu Kobotlar qiroli deb nomlanadi deydi va uning hujumlari ikki xil turga bo'linadi. Joni kam qolgan paytda u hujumini o'zgartiradi va shunga qarab tayyorgarlik ko'rishimiz kerak deyishadi. Va tunda reydga borishlaridan oldin ziyofat uyushtirishadi. Asuna va Kirito esa bir burchakda o'zlarining qotgan nonlarini yeyishayotgandi. Asuna, sen nimaga buni mazali deb o'ylaysanmi deganida, yo'q, men bittagina tryuk ishlatganman deya unga sariyog' uzatadi. Sariyog' surkab yeyishganida u mazaliroq bo'ladi va Asuna ham mazza qilib yeb oladi. Ertasi kuni esa ular bossga reyd uchun yo'lga chiqishadi va yo'llarida mahluqlarni o'ldirib, bossning eshiklari tomoniga borishadi. Aslida yangi o'yinchi bo'lganligi uchun almashib o'ynash haqida hech qanday ma'lumotga ega emasdi. Shunday bo'lsa ham, Kirito unga ishongan holda o'yinga kiradi. Bossning xonasiga kirishganida, boss ularga darrov hujum qilishni boshlaydi. Asuna va Kiritoning maqsadi mana shu kichkina kobotlarni chalg'itib turish, asosiy guruh esa bossni o'ldirishlari kerak edi. Va ular rejadagidek harakat qilishadi. Lekin bossning joni kamgina qolgan paytlarda guruh bo'lib unga tashlanishining o'rniga Diabel uni o'zi o'ldirib, undan tushadigan kamyob lootni o'zining qo'liga olmoqchi bo'ladi. Lekin bossning hujumi tamoman o'zgarganligini payqagan Kirito uni to'xtashga majburlamoqchi bo'ladi, lekin Diabel to'xtamaydi. Boss Diabelni urib o'ldiradi. Kirito unga yordam bermoqchi bo'lganida Diabel yigitlarni qutqar, bu sening qo'lingdan keladi deya undan yordam so'raydi. Shundan so'ng esa Kiritoning qo'llarida Diabel jon beradi. Kirito uchun bu juda ham qattiq og'riqli vaziyat bo'ladi. Shunga qaramasdan u bossga qarshi hujumga tayyorgarlik ko'radi. Asuna unga yordam berish uchun uning yonidan turib oladi va ikkita bo'lib ular bossga qaqshatqich zarbalar berishni boshlashadi. Lekin boss juda ham ayyorona harakatlar bilan ularni o'ldirishga harakat qiladi va bunga erishadi desa ham bo'ladi. Shunda guruhning qolgan a'zolaridan biri Eagle Kirito va hamda Asunani qutqarish uchun ularning yoniga keladi va ular davolanib olguncha bossni chalg'itib turishlari mumkinligini aytadi. Ular davolanib olganliklaridan so'ng bossga qarshi jangni Kiritoning o'zi yana boshlab yuboradi. Keyin Kirito va Asuna birgalikda juda ham ajoyib jangovar ruhni hosil qilishadi va bossni tinchitishadi. Kirito bossni o'ldirganidan keyin to bossning o'ldirilganligi haqidagi yozuv boshlari ustida chiqmaguncha ular uning o'lganiga ishonishmaydi. Va hamma xursandchilik qilayotgan bir paytda Kibao yig'lab o'tirgan holda, sen bossning jangga o'zgarishini bilarding, nimaga uni oldinroq aytmading, nimaga Diabelni o'lib berishiga yo'l qo'yding deya Kiritoni bitterlikda, cheaterlikda ayblashni boshlaydi. Shundan so'ng Kirito o'zi boshqa beta testerlarga nafrat uyg'onmasligi uchun o'zini eng yomon beta tester sifatida ko'rsatmoqchi bo'ladi va kulgan holatida o'rnidan turib, meni o'sha loserlar bilan taqqoslamanglar. Men ularning orasida eng zo'ri edim. Beta testda menga yetadigani yo'q edi. Men o'nlab ko'proq etajlardan o'tganligim uchungina uning jang holati o'zgarganligini darrov payqadim. Shuning uchun men eng zo'riman. Meni u bilan taqqoslamang deydi va keyingi qavatga qarab yo'l oladi. Va bossdan tushgan noyob plashni kiyib oladi. Keyingi qavatga qarab ketmoqchi bo'lib turgan Kiritoning orqasidan Asuna yugurib keladi va ismimni qayerdan bilding? Sen jang paytida meni ismim bilan chaqirding deganda, ko'zingning yonida turibdi, mana bu yozuvni o'qib ko'r deydi va u yerda Kirito degan yozuvni ko'radi. Va Asuna bu yigitning Kirito ekanligini aytadi. Kirito Asunaga sen juda ham talantlisan, agar kimdir seni o'z guruhiga taklif qilsa qo'shilgin deydi. Shundan so'ng bizga 35-qavatdagi yig'inlardan birini ko'rsatishadi. Kirito bu paytga kelib 50-darajadan oshib ketganligi va qolganlarga o'zining darajasini past qilib ko'rsatishini ko'rsatib berishadi. Va o'zining darajasini past qilib aytib, qora mushuklar guruhiga qo'shilib olmoqchi bo'ladi va ularning guruh a'zosiga aylanadi va ularga kuchayishlari uchun yordam berishga va'da beradi. Hammalari ularning qo'shiniga, ya'ni guruhiga yana bir kuchli jangchi qo'shilganligidan juda ham xursand edilar.
qora mushuklarga u yaxshigina kuchayib olishlariga yordam beradi va ular birgalikda pul to'plab uy olib shu yerda endi kuchli jangchilar qatoriga qo'shilmoqchi bo'lib turganliklarini aytishadi va bu orzularga erishishda Kirito ularga yordam berishini aytadi. Shundan so'ng Kirito har kechqurun ular bilan yashaydigan bo'ladi va ular uyda yig'ilib turishgan paytlarida ular endi Sachiga yangi qalqon olib berishlik kerakligini o'ylashadi. Kirito ham bu fikrga qo'shiladi. Sachi esa yo'q, uyga pul yig'ishimiz kerak deydi. Kirito har kechasi o'zi alohida kuchayish uchun tashqariga chiqib ketadi va mahluqlarni o'ldirib yuradi. Shu ovlardan biridan qaytayotgan bir paytida qora mushuklar sardori unga SMS, ya'ni xabar jo'natib qoladi va xabarida Sachining yo'qolib qolganligini aytadi. Kirito o'zining iz topish qobiliyati bilan Sachining izini bir zumda topadi va uning ortidan keladi. Sachi bir ko'prikning tagida o'tirib qolib, bu o'yinga qanday qilib kirib qolganligini Kiritoga aytib beradi. Bu yerda juda ham qo'rqayotganligini, Kirito bilan birgalikda bu yerdan qochib ketmoqchi ekanligini va o'yindan o'tishni umuman xayoliga ham keltirmayotganligini aytadi. Shunda Kirito bu o'yinni mana shu qiz uchun ham yutib berish kerakligini unga va'da beradi va uni har doim tirik saqlashiga va'da beradi. Keyin u Sachi Kirito bilan birga tunab qolish uchun uning xonasiga keladi va Kiritoning haqiqiy darajasini ko'rib, yana ham yengil tortadi. Ertasi kuni guruh sardori boshlang'ich shaharga borib, uyning kalitlarini olib kelish uchun yo'lga chiqadi. Qolganlar esa danjonga borib, ozroq pul to'plab, uyga mebel olmoqchi bo'lishadi va yuqoriroq darajadagi danjonga yo'l olishadi. Va o'sha yerlardan birida yashirin xonaga duch kelishadi. Kirito u yerga kirmaslik kerakligini biladi, lekin o'zining darajasini bildirib qo'ymaslik uchun ularga aytmaydi. U yer tuzoq bo'lib chiqadi va 5 kishini ko'plab mahluqlar o'rab oladi. U yerdan hattoki teleport kristallari ham ishlamay qoladi. Keyin Kiritoning bu gildiyasi, ya'ni guruhidagi hamma a'zolarini mahluqlar birin-ketin o'ldira boshlaydi va ko'z oldida o'zining do'stlari o'layotganligiga chidab tura olmagan Kirito hech bo'lmaganda Sachini qutqarib qolishga harakat qiladi. Lekin bu ham qo'ldan kelmaydi. Sachi ham o'ladi. Bo'lgan voqeadan 3 oy o'tib, yangi yil oqshomida Kirito yana bir mahluqning paydo bo'lishi va u mahluqdan o'likni tiriltirsa bo'ladigan tosh tushishini eshitib qoladi va Sachini tiriltirish maqsadida o'sha mahluqqa qarshi jang qilishmoqchi bo'ladi. Lekin Kiritoning ko'z oldidan qanday qilib guruh a'zolari o'lgandan keyin lider ham o'zini o'ldirganligi hech ketmaydi. Kirito bu ishlarda o'zini aybdor deb hisoblaydi va o'z aybini yuvish maqsadida hech bo'lmaganda Sachini tiriltirmoqchi bo'ladi. Kirito aytilgan joyga yetib kelayotgan paytida Klein uning orqasidan kuzatib kelayotganligini payqab qoladi. Kleinning orqasidan ham boshqa guruh kelayotganligini payqashgandan so'ng Klein ularni chalg'itib turishini, Kirito esa borib bossni o'ldirib, o'sha toshni olish kerakligini aytadi. Kirito yangi yil archasi tagiga kelib turgan paytida qorong'u ko'rinishidagi boss ham yerga qo'nadi va Kirito unga qarshi jang qilib, u bossni bir o'zi yengadi. Shundan so'ng hech qanday xursandchilik alomatlarsiz Kleinning yoniga kelib, o'sha predmetni unga sovg'a qiladi. U yerda yozilishicha ko'z oldingizda o'lgan do'stingizni faqatgina 10 soniyaga tiriltira oladigan tosh deb yozilgan edi. Kirito hayotga bo'lgan qiziqishi yo'qolgan holatida xonasiga qarab ketadi va yangi yilgi soat 12:00 bo'lgan paytida unga Sachidan sovg'a kelib tushadi. Bu sovg'a Sachining ovozi yozilgan qurilma edi. Sachi bundan oldin o'lishini bilgan holatida Kiritoga uning haqiqiy darajasini ko'rganligi va bundan hech qachon uni ayblamasligini aytadi va o'limida faqatgina o'zlari aybdor ekanliklarini aytadi. Agar o'ladigan bo'lsa, Kirito yashashda davom etish kerakligi, bu o'yinni tugatib, bu o'yin nima uchun qo'yilganligini, nima uchun ishga tushirilganligini aniqlashni so'raydi. Kirito uning ovozini yig'lab tinglaydi va o'zini bosib oladi. Keyin bizga 45-qavatda bo'ladigan voqealarni ko'rsatishadi. U yerda Silika hamda Rosalia ismli personajlar bir-biri bilan kelisha olmay, Silikani o'zini o'rmonda yolg'iz qoldirib ketishadi. Silika o'zining jon to'ldiradigan ajdarhochasi bilan bu yerdan o'zi tirik chiqmoqchi bo'ladi. Lekin uchta katta mahluqlarga duch kelib qoladi va ularga kuchi yetmaydi va o'zining ajdarhochasini yo'qotib qo'yadi. Ajdarhochasi vafot etadi. Undan faqatgina bitta pat qoladi. Keyin Silka ham o'ldim deb turgan paytida bizning qahramonimiz Kirito unga yordamga keladi va Silkani qutqaradi. Shundan so'ng u patga qarab, sen hali jonzotingni qayta tiklab olishing mumkin. Bunga 47-qavatdagi favorida o'sadigan gul yordam beradi senga deya aytadi.
Qiz nega menga yordam beryapsan degan savoliga sen juda ham menga singlimni eslatib yubording deydi va unga har xil qurol aslahalardan ham yordam beradi va birgalikda hayvonchasini qayta tiklashga kelishib olishadi. Shundan so'ng Silika bilan birgalikda ular shaharga qaytishadi. Silikaning tirik qaytganligini ko'rgan Rozaliyaning jahli chiqib ketadi. Lekin Silika o'zining hayvonchasini qayta tiklashini aytgandan so'ng Rozaliya ularning ortidan kuzatishga tushadi va ular ortiqlarga qaytayotgan paytlarida ular olib kelayotgan gulni o'g'irlamoqchi bo'ladi. Kirito ham bu paytda Silikaga bu o'yindagi jinoyatchilar haqida gapirib berayotgan edi. Agar o'yinchilar jinoyat sodir qilishsa, ularning boshidagi belgilar yashildan sabzi rangga, agar ular qotillik qilganida esa qizil rangga aylanishini aytadi. Va ular xayrlashganlaridan so'ng Kirito yana Silika bilan gaplashish kerakligini aytib, uning xonasiga keladi va ertaga bo'ladigan reydlarining rejasini tuzib olishlari kerakligini aytadi va unga xaritasini ko'rsatib, o'sha yo'l bilan borishlarini aytayotganida orqadan kimdir eshitayotganligini sezib qoladi va uning ortidan chiqadi, lekin uning kim ekanligini ko'ra olmaydi. Ertasi kuni Silika bilan birgalikda Kirito hayvonchani tiklash uchun o'sha gul tomonga yo'l olishadi. Undan oldin Kirito Silikaga teleportatsiya qiladigan toshni berib, agar bir holat yuz beradigan bo'lsa, darhol teleportatsiya qilishini so'raydi. Shundan so'ng ular yo'lma-yo'l mahluqlarni yengan holatda Silikaning darajasini ko'tarib yo'lga otlashadi va gulga yaqinlashib borishadi. Silika esa Kiritodan yo'lma-yo'l uning singlisi haqida so'raydi. Aslida esa Kirito u o'zining singlisi emasligi, aksincha xolavachchasi ekanligini aytadi. Yoshliklaridan birga o'sganliklari uchun uni singlisida ko'rishini, singlisi ham uni akasi deb bilishini aytadi. Shundan keyin ular birgalikda gul turadigan joyga yetib ham kelishadi. Gul ochilib chiqqanidan so'ng Silika u gulni qo'liga oladi va bu yerda hayvonchasini tiriltirish juda ham aqlli ish emasligini aytib, shaharga qaytishni taklifini beradi Kirito. Yo'lda qaytayotganlarida ko'prik oldida ularni Rozaliya va uning bezorilar guruhi kutib turgan bo'ladi va Kirito ularga hammalarining ko'rinish berishlarini so'raydi. Rozaliya esa gulni kuch bilan tortib olishini aytib, o'z hamtovoqlarini daraxtlar orqasidan chaqiradi. Va Rozaliya o'zi aslida bir jinoyatchi ekanligini Kirito unga aytadi. Shundan so'ng Rozaliyaning sheriklari ham daraxtlar ortidan chiqib kelishadi va Kiritoni o'ldirib, uning gulini olib qo'ymoqchi bo'lishadi. Lekin bu ish qo'llaridan kelmasligi juda ham ochiq edi. Ular bor kuchlari bilan Kiritoga zarba berishar, Kiritoning joni esa hattoki ketmasdi ham. Shundan keyin Silika buni ko'rib hayron qoladi. Kirito esa ularga siz 10 soniyada menga 600 uron, ya'ni 600 darajada zarar beryapsiz. Men esa 800 darajada 10 soniyada jonimni tayyorlay olaman deydi. Shundan keyin Rozaliyaning oldiga qilich bilan yaqinlashib, unga yaxshilikcha taslim bo'lishini aytadi. Shundan so'ng ular taslim bo'lishadi. Kirito hamda Silikaning xonasiga qaytib kelganlaridan so'ng endi gul ishlatgan holatda hayvonchani qayta tiklashlari kerakligini aytishadi va birgalikda uni tiklamoqchi bo'lishadi. Silika u gulni ishlatgan holda o'zining hayvonchasini qayta tiklaydi. Shundan so'ng bizga oldingi qatordagi jangchilarning qanday qilib 69-qavatdagi bossni yengmoqchi bo'layotganlarini reja tuzayotganliklari ko'rsatiladi. Asuna esa bizga eng yaxshi gildiyalarning birida qo'mondon o'rinbosari bo'lib ishlayotganligi ko'rsatiladi. Unga bu maslahatni Kiritoning o'zi o'yinning boshida bergan edi. O'zing ishonadigan bir odam chiqib, u seni gildiyasiga, ya'ni guruhiga taklif qiladigan bo'lsa, sen unga qo'shilgin, sening talanting bor degan edi. Aslida esa bunga amal qilgan holda eng yaxshi gildiyaning qo'mondon o'rinbosariga aylanadi. Kiritoning ish qilmasdan yotganligini ko'rgan Asuna kelib uni qo'yib bermoqchi bo'ladi. Lekin Kirito Asunaga "Qara, bunday havo qaytib takrorlanmasligi mumkin" deydi va bu havodan mazza qilib rohatlanish kerak deydi va unga ham mizg'ib olishni tavsiya qiladi. Shundan so'ng Asuna o'tning ustiga yotadi va qanday qilib uxlab qolganini bilmay qoladi. Kirito uyg'onganida Asuna shirin uyqusida yotar edi. Shundan so'ng Kirito unga hech kim teginmasligi uchun Asunani qo'riqlab chiqadi va uning boshi ustida to u uyg'ongunicha turadi. Asuna esa kechqurun paytida uyg'onadi va oldida Kiritoni ko'rib, undan jahli chiqib ketadi, lekin xursand ham bo'ladi. Unga o'z minnatdorchiligini bildirish uchun Kiritoni restoranga taklif qiladi va xohlagan ovqatini buyurishi mumkinligini aytadi. Ular restoranda o'tirganlarida shaharlar xavfsizligi haqidagi gaplar turgan paytlarida ko'chadan bir odam baqiradi. Uning baqirgan ovoziga yugurib chiqishadi. Ko'chada esa bir odam osig'liq turar, uning
ko'kragida esa qilich turardi. Shaharda boshqa o'yinchilarga zarar berishning imkoniyati yo'q edi. Bu o'yinning sistemaga kiritilganligi uchun bunday bo'lishi mumkin emasligini Kirito o'ylaydi va bo'lgan voqeani ko'rgan odam bormi yo'qmi deb hayron qoladi. Agar shaharlarda ham odamlarni o'ldirishning imkoni bo'lsa, bunda bu o'yinning juda ham xavfli bo'lib borishini o'ylashadi. Shundan so'ng bu ishni tagiga ikkita bo'lib yetishishlarini xohlashadi. Asuna Kiritoga vaqtinchalik guruh tuzish kerakligini aytadi va birgalikda ular guruh tuzishib tashqariga chiqishganida bir qiz bu yerda o'sha erkak bilan birga kelganliklarini, u bozorda adashib qolganlik paytida erkakning ovozini eshitib qolganligi va ichkarida qandaydir sharpani ko'rganligini aytadi. Shundan so'ng Kirito va Asuna u qizni xonasiga yuborib qo'yishadi. Shundan so'ng qotillik qurolini olib Egelning oldiga borishadi. Egel usta bo'lganligi uchun u qurolni ko'zdan kechirishi va uni kimga tegishli ekanligini ko'rishi mumkin edi. Egel qurolni ko'zdan kechirgandan so'ng uni Grimlock ismli odamga tegishli ekanligini aytishadi va u Asuna va Kirito Grimlock bu o'sha qizning guruhida bo'lgan bir odam ekanligini eslashadi. Shundan so'ng voqea yana ham chigallashib ketayotganligini aytib, shu qizning oldiga kelishadi va Grimlockni tanidimi yo'qmi so'rashadi. U Grimlock va Griselda haqida aytib beradi. Ular oldingi guruhlarining liderlari bo'lib, Griselda juda ham ajoyib ayol bo'ladi. Reydlarning birida juda ham noyob bir ashyo topishadi va u juda ham qimmatbaho bo'lganligi uchun uni o'zlarida qoldirmasdan sotib pulini bo'lib olishga kelishadi. Lekin Griselda shuni sotish uchun shaharga yo'l oladi va shu bilan qaytib kelmaydi. Shundan so'ng Grimlock ham bu ish bo'lgan ishlardan juda ham xafa bo'ladi. Guruhda 8 kishi bo'lsa, o'sha 8 kishidan faqatgina 3 kishi uni sotish tarafdori, qolganlar esa uning sotishmaslik tarafdori bo'lganliklarini eslaydi. Va shundan so'ng bu odamlar ichida Schmidt ismli bir tank ham bo'lganligini eslashadi va u hozirda oldingi saflarda jang qilayotganligini, Kirito hamda Asuna uni tanishlarini aytishadi va Schmidtning oldiga so'roq qilish uchun borishlari kerakligini aytishadi. Ertasi kuni Yolko bilan birgalikda Schmidtning oldiga Asuna hamda Kirito ham borishadi va bo'lgan voqealarni aytib berishadi. Schmidt bo'lgan voqeadan hayratda qoladi. Yolko esa bu ishni balkim Griseldaning arvohi qilayotganligini aytadi. Shundan so'ng o'zi vahimaga tushib o'yinining yaqiniga keladi va orqasiga pichoq sanchilganicha jim bo'lib qoladi va yerga qulab tushadi. Shundan so'ng Yolko ham Schmidtning ko'z oldida o'ladi. Schmidt esa bo'lgan voqealardan juda ham hayratda qoladi va keyingi safar u o'lishi mumkinligini o'ylab juda ham vasvasaga tushib qoladi. Kirito esa xotirjamlikni yo'qotmasdan tashqarida bir odamni payqaydi va uning ortidan tushadi va unga yetib olaman degan paytida u teleport tayoqchasini ishlatgan holda bu yerdan qochib ketadi. Shundan so'ng Kirito uyiga qaytib keladi va uni qo'ldan boy berganligini aytadi. Schmidt esa vasvasa holida qaltiragancha turar edi. Kirito esa bo'lgan voqealardan juda ham jahli chiqadi. Chunki bu voqeadan keyin u endi qanday qaror qabul qilishni bilmay qolgandi. Asuna bilan birgalikda tashqarida o'tirgan paytlarida Asuna unga kayfiyat ko'tarish kerakligini aytadi va unga ovqat beradi va tezda bu ovqat yo'qolib qolishi mumkinligini aytadi. Kirito ovqatni yeb turib juda ham mazali bo'lganligini va bundan yaxshigina pul qilish mumkinligini aytganda Asuna jahli chiqib ketadi. Kirito esa ovqatni tushirib qo'yadi. Ovqat esa parchalanib yo'q bo'ladi. Kirito bunga qaragan holatda juda ham o'ylanib qoladi va shundan so'ng, "Ha, men bu bo'lgan voqealarni tushundim" deb aytib beradi. O'lim sahnasini tashkillashtirganlar bu o'sha o'lgan insonlarning o'zlari deb aytadi va ular Schmidtni tekshirib ko'rish uchun o'zlarining o'limlarini soxtalashtirganliklarini va Schmidtni Griseldaning o'limida shubhalanganliklari va uni haqiqatan ham o'ldirganmi yo'qmi bilish uchun tekshirganliklarini aytishadi. Bu voqealarni bizga ham ko'rsatishadi. Schmidt Griseldaning qabriga borib, undan uzr so'rayotgan paytida u ikkisi chiqib keladi va Griseldani haqiqatan ham u o'ldirmaganligini biladi. Lekin bu yerda kutilmagan bir voqea sodir bo'ladi. Griseldaning qabriga yana 3-4 ta qotillar ham keladi. Bu Griseldaning eri Grimlock tomonidan jo'natilgan bo'ladi va u qotillar bu yerga kelib, ularni paraliz holatiga keltirishadi va o'ldirmoqchi bo'lishadi.
Bu kuladigan qabr guruhi bo'lib, ular odamlarni o'ldirishdan juda ham rohatlanishadi va ular Grimlockning buyrug'iga asosan bu yerga kelib Schmidt va uning do'stlarini o'ldirmoqchi bo'lishadi. Lekin bu paytda bizning qahramonimiz Kirito otga o'tirgan holatda yugurib keladi va ortidan yana 30 ga yaqin oldingi saflarda jang qiladigan jangchilar kelayotganligini, hoziroq ularga taslim bo'lishlari kerakligini aytadi va qotillar bu yerni tark etishadi. Kirito kafeda o'tirib ularning rejalarini topganligini va rejalarda yana bir narsa yetishmayotganligini payqaganligini aytadi. Ular qilishlarini Grimlockdan, ya'ni Griseldaning eridan olib turganliklarini bilganidan so'ng, balkim Griseldaning eri xotinining bor narsasiga ega chiqish uchun xotinini o'ldirgan bo'lishi mumkinligi va xotinini o'ldirishga borgan inson boshqalarni o'ldirishdan tap tortmasligini aytib, ularni qutqarish kerakligini aytib, bu yerga yugurib kelganligini aytadi va aslida ham o'sha yerda ekanligini aytadi. Grimlock o'limga buyruq berganidan so'ng ularni o'lganini ko'rmasdan turib xotirjam keta olmasligi va Grimlock ham mana shu atroflarda yurgan bo'lishi mumkinligini o'ylaganligini aytadi. Shuning uchun Asuna boshqa tomondan o'rmonni kezib chiqayotganligi va Grimlockni topishi bilan bu yerga olib kelishini aytadi. Asuna Grimlockni topadi va uni Schmidt va uning do'stlarining oldiga olib keladi. Grimlock aslida bu guruh bilan oldinlari ham kelishuvlar qilganligi, xotinini ham o'sha guruhga buyurib o'ldirtirganligini aytadi. Grimlock hamda Griselda hayotda ham er-xotin bo'lgan bo'lishadi va hayotda Griselda juda ham bosiq ayol bo'lib, juda ham yaxshi uy begasi edi. O'yinga kirishlari bilan esa Griselda juda ham porlab ketdi va u juda ham yaxshi o'ynab ketdi. Grimlock esa qo'rqoqlarcha bu yerda qolib ketganligini aytadi va eski xotinini qaytarish uchun yangi xotini o'ziga yoqmay ketganligini va shuning uchun ham xotinini o'ldirishga buyurganligini aytadi. Bo'lgan voqealarni eshitganlaridan so'ng Schmidt va qolganlar uni olib qamoqxonaga olib ketishadi. Kirito hamda Asuna esa Griseldaning qabri oldida biroz turib qolishadi va orqalariga o'girilib qaraganlarida Griseldaning arvohi ularning ko'ziga ko'rinadi va ularga xuddi rahmat aytganday bo'ladi. Bo'lgan voqeadan Asuna ham Kirito ham juda ham ta'sirlanib ketishadi. Keyingi voqealarda bizga ustaxonada ishlayotgan bir qiz, ya'ni Lisbetni ko'rsatishadi. U ustaxonada ishlar va qilichlar yasaradi. Uning ustaxonasiga bizning qahramonimiz Kirito tashrif buyuradi va unga bu yerni tavsiya qilishganlarini va yaxshi qilichlar borligini aytadi va o'ziga mana shunga o'xshagan bir qilich yasab berishini so'raydi. Lisbet esa o'zining ustaxonasida bor eng yaxshi qilichlardan birini Kiritoga ko'rsatadi va Kirito uni sinab ko'rmoqchi bo'ladi va o'zining qilichiga effekt bilan urganida o'zining qilichi joyida turadi. Uning eng yaxshi qilichi esa sinib ketadi. Shundan so'ng Lisbet, agar menda yaxshi qurol aslahalar va yaxshi xomashyo bo'lganda eng zo'r qilichni yasab bergan bo'lardim deya Kiritoga jahli bilan aytadi. Kirito unda qayerdan u qurol aslahaning xomashyosini topish mumkinligini so'raydi. Lisbet esa 55-etajda bir ajdarho bor va uning uyida juda ham noyob xomashyolar bor deya aytadi va u yerga birga borishlarini so'raydi. Kirito va Lisbet u yerga birga borayotganlarida u yer juda ham sovuq bo'ladi va Kirito Lisbetga agar ajdarho chiqib qoladigan bo'lsa, u jang qilmasligini, teleportni ishlatgan holatda bu yerdan qochib ketish kerakligini aytadi. Kiritoning o'zi jang qilishini aytadi. Kirito jangni boshlaydi. Ajdarhoning olovlarini bir zarbada u yo'q qilib tashlar. Ajdarhoga qarshi jangda uning bir qo'lini uzib oladi. Lisbet hayajonlangandan tashqariga chiqib ketadi. Ajdarho buni ko'rib Lisbetga hujum qiladi. Kirito esa uni qutqarish maqsadida chuqurga u bilan birga yiqilib tushadi va ularning jonlari juda ham oz qoladi. Uyg'onganlaridan so'ng ular o'lmaganliklaridan juda ham xursand bo'lishadi va endi bu yerdan qanday qilib chiqishlari mumkinligini o'ylashadi. Agar teleport shishalari ishlamayotgan bo'lsa, demak bu yerdan boshqa chiqish yo'li bor deya aytadi Kirito. Shundan so'ng devordan yugurib chiqishga harakat qilib ko'radi, lekin uning ham iloji bo'lmaydi va endi shu yerda tunab qolishlarga to'g'ri keladi. Lisbet va Kirito hayot haqida gaplashib yotishar ekan, Lisbet bugungi kun juda ham xursandchilik bilan o'tganligini aytadi va Kiritodan uning qo'lini ushlashi mumkinligi yo'qligini so'raydi. Kirito mumkin deya aytadi va qo'l ushlashib yotgan holatda tunni o'tkazishadi. Ertasi kuni ertalab Kirito qilich uchun xomashyoni topganligini aytadi va Lisbetning qo'liga bir kristalni tutqazadi va Lisbetga bu ajdarhoning
axlati deb aytadi. Lisbet esa uni qo'ldan tushirib yuboradi va Kirito buni qo'liga berganligi uchun jahli chiqib ketadi. Ajdarhoning uyi bu bo'lgan taqdirda Ajdarho u yerga uchib qaytib kelishi kerakligini eslashadi. Shundan so'ng Ajdarhoning ustiga mingan holatda chuqurdan tashqariga chiqib olishadi va juda ham go'zal bo'lgan manzaraga guvoh bo'lishadi. Lisbet o'sha shovqinli holatda Kiritoga uni sevishini aytadi. Kirito esa buni eshitmay qoladi. Lisbet esa unut deydi va uni quchoqlab oladi. Ustaxonalarga qaytib kelganlardan so'ng Lisbet bor mehri va kuchini ishlatgan holatda u qilichni yasashga kirishib ketadi va juda ham ajoyib bo'lgan qilich paydo bo'ladi. Agar bu qilich juda ham yaxshi o'xshab chiqsa, Lisbet Kiritoga sevishini aytmoqchi bo'ladi va endi aytmoqchi bo'lib turgan paytida xonaga yugurib Asuna kirib keladi va Lisbetni 2-3 kundan beri yo'qolib qolganligini, undan xavotir olganligini o'ylaydi. Lisbet esa Asunaga "Qo'rqma, men mana bu qilichboz bilan birga edim" deydi. Kirito deb hayron qolganida ularning bir-birlarini tanishlarini va sevishlarini tushunib yetgan Lisbet Kiritoga uni sevishini aytmasligini qaror qiladi va ularni birga qoldirgan holatda o'zi tashqariga chiqib yig'lab kelmoqchi bo'ladi. Tashqarida yig'lab o'tirganida Kirito uning ortidan yugurib keladi va Lisbetga uning qanday hissiyotlarni boshdan kechirayotganligini tushunishini aytadi va Lisbetga o'zining shaxsiy qilich ta'mirlovchisi, qurol aslaha ta'mirlovchisi bo'lishiga so'raydi. Borgan sari yerto'lalarda maxluqlarning kuchi kuchayib ketayotganligi, Kiritoga esa bir o'zi maxluqlarni yengib o'tishi juda ham qiyin bo'layotganligini o'ylaydi. Shundan so'ng Kirito o'rmonda bir quyonchani ko'rib qoladi va uni ovlab oladi. Bu mifik turga kiruvchi go'shtlardan biri hisoblanadi va u go'shtni qanday qilib pishirishni bilmaydi va Egelning oldiga olib keladi. Egel ham buni ko'rib juda ham hayratda qoladi. Shundan so'ng ustaxonaga Asuna kirib kelib qoladi va Kirito uni ko'rishi bilan uning qo'llaridan ushlab oladi va "Men oshpazni topdim" deya aytadi. Shundan so'ng Asunaga nima topganligini aytganda, Kiritoga 50 ga 50 qilib bo'lishsang, men ham pishirishga yordam beraman deydi Asuna. Shundan so'ng ular birgalikda Asunaning uyiga yo'l olishadi. Asuna gildiyaning bosh qo'mondonining yordamchisi bo'lganligi uchun unga tan soqchisi ham berilgan bo'ladi. Asuna tan soqchisi ketaverishi mumkinligini aytganda, tan soqchisi nimagadir qo'pollik qiladi va Asuna bilan birga borish kerakligini, bu daydi bilan uni yuborib qo'ya olmasligini so'raydi. Shundan so'ng Asuna uni ishdan bo'shatganligini aytadi va Kiritoni o'zining uyiga olib ketadi. Kirito Asunaga bo'lgan voqeadan keyin u bilan muammo bo'lmaydimi yo'qmi deb so'raganda, Asuna hech nima bo'lmaydi deb aytadi. Asunaning uyi juda ham chiroyli bo'ladi va Kirito uyga kelgandan keyin Asuna quyonni go'shtini pishirishni boshlaydi va undan ragu sho'rvasini tayyorlamoqchi bo'ladi. Shundan keyin Asunaning oshxonada qanday qilib ishlarni qilayotganligini ko'rgan Kirito undan yaxshi xotin chiqishi mumkinligini aytadi. Ovqatlarni yaxshilab paqqos tushirib olganlardan so'ng endi birgalikda labirintdagi maxluqlar juda ham kuchayib ketayotganligini, endi Kirito ham bir guruhga qo'shilishi kerakligini muhokama qilishadi. Kirito esa hali beri qo'shilmoqchi yo'q ekanligini aytganida, Asuna u bilan birga yana bir guruh bo'lib ishlamoqchi ekanligini aytadi va ertasi kuni labirintga bormoqchiligini aytadi. Shundan so'ng Kiritoga guruh tuzish haqidagi so'rovnomani jo'natadi. Kirito ham buni qabul qiladi. Shundan so'ng ular xayrlashib uylariga qaytishadi. Ertasi kuni kelishilganida Kirito o'sha bir labirintlarning oldida Asunani kutib turadi. Asuna ham portaldan kelib qoladi va yugurib kelganida Kiritoning ustiga yiqilib tushadi. Kirito esa o'rnidan turib nima bo'lganligini so'raganida, Asuna uni ta'qib qilib kelishayotganligini aytadi. Kuradel Asunaning ortidan quvib kelayotganligini va Asuna bugun Kirito bilan birga borishini aytganida, Kuradel unga qarshilik qiladi va bu daydi uni himoya qila olmasligini aytadi. Shunda Kirito Kuradelning qo'lidan ushlab, uni himoya qila olishini aytadi. Shundan so'ng Kuradel Kiritoni duelga chaqiradi. Duel uzoqqa cho'zilmaydi. Kirito va Kuradelning duelida Kirito bir zarbada Kuradelning qilichini sindirib yuboradi. Shundan so'ng Kuradel o'zini juda ham kamsitilganday his qiladi va Kiritoning ortidan xanjari bilan hujum qilmoqchi bo'ladi. Lekin bunga Asuna to'sqinlik qilib qoladi va Kuradelni ishdan bo'shatishini aytadi. Shundan so'ng Asunaning nisbatan Kuradelda g'azab va nafrat uyg'onadi. Shundan so'ng ularni tinch qo'ymaslikka va'da beradi. Bu bo'lgan voqealarni esa kulguli qabr guruhidan qotillar ham kuzatib turgan bo'ladi va Kuradelning ortidan ketishadi.
Asuna hamda Kirito birgalikda labirintlarni tozalagan holatlarida bossning xonasiga yaqinlashib kelib qolishadi. Ular bir-birlarini juda ham yaxshi tushunganliklari bois mahluqlarni juda ham tezda yo'q qilib, bossning xonasiga qanday qilib kelib qolganliklarini bilmay ham qolishadi. Shundan so'ng Kirito va Asuna qani bossning xonasida nima bor ekan bir ko'raylik deyishadi va bossning xonasining eshigini ochishadi va ichkariga 1-2 qadam kirishganida o'sha yerda bir ko'k ko'zli qo'ysimon maxluq turgan bo'ladi. Bu qavatdagi bossning bahaybatligini ko'rganlardan so'ng undan qo'rqqan holatlarda u yerdan qochib chiqib ketishadi va labirintning xavfsiz joyida o'tirib turishadi. Kirito va Asuna o'tirib bir-birlari bilan bu narsani muhokama qilib turishar ekan, Asuna Kiritoga o'zi pishirgan narsalardan olib kelganligini aytadi. Kirito esa mazza qilib uni yeb oladi va shundan so'ng Asuna o'zining eksperimentlari haqida gapirib beradi. U bu o'yinda mayonez hamda soya sousni qanday yasash mumkinligini o'rgangan bo'ladi. Keyin esa Klein hamda uning guruhi kelib qolishadi va Kirito Klein va uning guruhini Asuna bilan tanishtiradi. Asuna o'yinchilar orasida juda ham mashhur bo'lib, u bilan tanishishni ko'pchilik xohlar edi. Kirito esa uni tanishtirishni istamas, rashki kelar edi. Shunda Ozodlik armiyasi tomonidan yuborilgan bir guruh odamlar u yerga yetib kelishadi. Ularning hollaridan ular charchab ketganliklari ma'lum edi. Lekin ularning komandirlari bossning xonasiga olib boradigan yo'l kimda bo'lsa unga ko'rsatishlarini so'raydi. Kirito unga xaritani bergandan so'ng o'sha charchagan guruhi bilan bossga hujum qilmoqchi bo'lishadi. Kirito uni ogohlantiradi. Boss juda ham kuchliligini aytadi, lekin ular o'sha yerga ketishadi. Kirito va Kleinning do'stlari ham ularning ortidan borishga qaror qilishadi va yo'lda mahluqlarni o'ldirgan holatlarida o'sha xonaga qarab yugurishadi. Kirito hamda Asuna xonaga kelganliklarida allaqachon ko'pchilikni mahluq o'ldirib bo'lganligini va u yerda teleport ham ishlamayotganliklarini tushunib yetishadi. Shundan so'ng endi bu odamlarni o'lib ketishiga shunday qarab tura olmasliklarini aytishadi va xonaga birinchi bo'lib Asuna chidab tura olmay yugurib kirib ketadi. Uning ortidan esa Asunani qo'riqlash uchun Kirito ham yugurib kirib ketadi. Asuna yugurib kirishi bilan u bir odamni qutqarib qolmoqchi bo'ladi. Baribir bu qo'yga kuchi yetmaydi. Boss Asunani bir zarbada uloqtirib yuboradi. Shundan so'ng Kirito yugurib kirib keladi va qolganlarga odamlarni bu yerdan olib chiqishlari kerakligini aytadi va o'zi mahluqni chalib turishini aytadi. U bir qilichi bilan mahluqqa zarba berar, lekin mahluqning kuchi hech ham kamaymas edi. Shundan so'ng Kirito oldingi bo'lgan voqealarni eslaydi. O'zining haqiqiy kuchini yashirganligi bois bir guruh odamlarni nobud qilib yuborganligini eslab, endi haqiqiy kuchini yashirmasligini aytadi va ikki qilichli qobiliyatni ishlatishga qaror qiladi. Kiritoda ikkita qilichni ishlata oladigan qobiliyat bo'lib, u ikkita qilichi bilan kombinatsionli zarbalar beradi va bu kombinatsionli zarbalar mahluqni juda ham jahlidan chiqarib yuboradi. U mahluq bilan juda ham misli ko'rilmagan jangga kirishib ketadi va mahluqni o'ldiradi va bir qavatdagi bossni bir o'zi mag'lubiyatga uchratgan kam sonli o'yinchilar qatoriga kiradi. Kiritoning joni juda ham oz qolganligi tufayli u endi o'ldim deb o'ylaganida, lekin o'lmay qoladi. Asuna Kiritoni quchoqlab oladi va uni sevishini aytadi. Shundan keyin Klein Kiritodan bu qanaqa qobiliyat bo'lganligini so'raydi. Kirito esa buni bilmasligini, 1-2 oy oldin uning inventarida, ya'ni qobiliyatlar ro'yxatida bu qobiliyat paydo bo'lganligini, shuning uchun u borib ikkinchi qilishni sotib olganligini, lekin u qobiliyatni qanday qilib olishni bilmasligini aytadi. Kiritoning ikki qilishli qobiliyati tez orada odamlar orasida mashhur bo'lib ketadi va hattoki gazetalarda ham chop etilib chiqiladi. Asuna xonaga yugurib keladi va Kiritoni uning boshlig'i ko'rmoqchi ekanligini aytadi. Keyin Heathcliff ismli boshlig'i Kirito bilan Asuna bilan birga bo'lmoqchi bo'lsangiz, oldin meni mag'lubiyatga uchratishing kerakligini aytadi. Lekin agar meni mag'lubiyatga uchrata olmasang, mening guruhimga qo'shilasan deya Kiritoga shart qo'yadi. Kirito o'ziga ishongan holatda Heathcliffga qarshi duelga rozi bo'ladi. Bu duel shahardagi eng katta arenalarning birida o'tkaziladi. Asuna Kiritoga Heathcliffning joni hech qachon yashildan pastga tushmaganligini, uning himoyasi absolyut ekanligini aytadi. Bunday duelni ko'rish uchun shahardagi o'yindagi qarib barcha o'yinchilar tashrif buyurishadi va duelga guvoh bo'lishmoqchi bo'lishadi. Kirito hamda Heathcliffning jangi boshlanib ketadi. Kirito jang boshidan tezkor zarbalar berishga qaror qiladi. Heathcliff esa ayyorlik ishlatishga tushadi va Kiritoga qarshi jangi juda ham ajoyib tarzda o'tadi. Va bu jangni ko'rib turganlar
ularning qobiliyatlaridan juda ham hayratda qolishadi. Kirito o'zining tezkor zarbalari bilan Heathcliffning himoyasini ochib tashlaydi va uni endi tugatuvchi zarbani bermoqchi bo'lganida qandaydir usul bilan Heathcliff juda ham tez harakat qilib bu zarbani qaytarib qoladi va Kiritoning o'zining guruhiga qo'shib oladi. Kirito o'zi guruhga qo'shilish kerakligini o'ylab yurganligini aytadi, lekin oldingi guruhi bilan bo'lgan voqeadan keyin guruhlarga qo'shilishdan qo'rqib qolganligini aytganida, Asuna unga hech qachon o'lmasligini va Kiritoni ham o'lishiga yo'l qo'ymasligini aytadi va himoya qilishini va'da beradi va Kiritoni quchoqlab oladi. Shundan so'ng Kirito Asunaning daldalari bilan o'zida kuch topadi va guruhga qo'shilib bu yerda yaxshi o'ynab ketishini o'ylaydi. Va guruhdagi birinchi kunidayoq Heathcliff ularni Kuradel bilan yarashtirib qo'ymoqchi bo'ladi va ularga bir qo'mondonni berib, ularni yarashtirib qo'yishini topshiriq qilib topshirgan bo'ladi. Shundan keyin Kirito eshikning oldiga chiqayotganida Kuradelni ko'radi va bular uchalovi birgalikda missiyaga borib kelishlarini aytishadi va do'stlik aloqalarini kuchaytirmoqchi ekanliklarini aytishadi. Lekin Kiritoga bu yerga borishdan oldin teleportatsiya toshlarini topshirishlarini so'raydi. Shundan so'ng ular birgalikda kanyonga yo'l olishadi va kanyonning bir joyiga yetganliklarida endi dam olamiz deyishadi va tamaddi qilib olish uchun to'xtashadi. Suvni ichib olganliklaridan so'ng Kuradelni ichmayotganligini ko'rib qoladi va Kirito buni tushunadi. Kuradel suvga paraliz qiluvchi zahar qo'shgan bo'ladi. Shundan so'ng Kuradel o'zining g'arazli niyatini amalga oshirish uchun teleportatsiya qurollarini uyoqtirib yuboradi va birinchi bo'lib qo'mondonni o'ldirishga tushadi va o'ldirar ekan, u bu yerdan juda ham g'azablanishini, bu o'yinda o'ynayotganligidan juda ham afsusda ekanligini aytadi va o'zining kulguli qabrlar guruhiga qo'shilganligini ko'rsatadi. Kiritoni o'ldirishga shoshmaydi, uni asta-sekinlik bilan o'ldirmoqchi bo'ladi va uni qiynab turgan bir paytda Kiritoning joni borgan sari kamayib borar. Kirito endi o'ldim deb turganda Asuna bu yerga yetib keladi va Kiritoni Kuradelning qo'lidan qutqarib oladi. Shundan so'ng Kiritoning jonini to'ldiradigan kristalni ishlatgan holatda Kiritoning jonini to'ldiradi va paralichini ham yo'qotadi. Keyin Asuna endi Kuradelni jazolashga tushib ketadi va Asunaning tezkor vipidlari, ya'ni tezkor harakatlari Kuradelni shokka tushirib qo'yadi. Asuna Kuradelga borgan sari ko'p zarbalar berar va uni o'ldirish bilan tahdid soladi. Kuradel undan kechirim so'raydi. Asuna endi himoyasini bo'shashtirganda Kuradel uni o'ldirmoqchi bo'ladi. Kirito esa Asunani qutqarib qoladi va qo'li bilan Kuradelning yuragiga zarba beradi va uni o'ldiradi. Bunday bo'lgan voqealardan juda ham ta'sirlangan Kirito va Asuna bir-birlariga sevgi izhor qilishadi. Shundan so'ng Kirito Asuna bilan birga tunamoqchi ekanligini aytganida Asuna noto'g'ri tushunadi va Kirito bilan birga tamaddi qilib olganliklaridan so'ng tunda Asuna o'zining kiyimlarini yechib endi tunni birga o'tkazishlarini taklif qilganda Kirito shunchaki uning uyida tunamoqchi bo'lganligini aytganligini aytadi. Shundan so'ng Asunaning jahli chiqib ketadi va Kiritoga yaxshigina tushirib qo'yadi. Shundan keyin ular birgalikda turmush qurishga qaror qilishadi va o'yinda turmush qurgan holatlarida bir-birlarini sevib, o'ynab, bu yerdan qutulmoqchi bo'lishadi. Komandir Heathcliff ham ular bilan bo'lgan voqealardan so'ng ularga dam berish kerakligini o'ylaydi va Kirito uning guruhidan chiqib ketadi va birgalikda Asuna bilan dam olishga borishadi. Aincradning 22-qavatida birga o'z vaqtlarini yaxshi o'tkazayotgan Kirito va Asuna dam olishlarida bir-birlariga juda ham mehr qo'yishdi va sevgilari tobora kuchayib borar. Birgalikda o'tkazgan vaqtlaridan juda ham xursand edilar va bir-birlariga sevgi izhor qilishdan to'xtashmas edi. Shunday maroqli kunlarning birida Kirito va Asuna birgalikda tashqariga chiqib aylanib kelishga qaror qilishadi va birgalikda o'rmonga borishga qaror qilishadi. O'rmonga borayotgan yo'llarida Asuna Kiritoni yelkasiga opichlab ko'tarishni iltimos qiladi. Kirito ham bunga rozi bo'ladi va Asunani ko'tarib olib o'rmon bo'yicha sayohat qildiradi va yo'lda ketayotganlarida o'rmonning ichiga kirib borishar ekan, Asunaga har xil arvohlar haqidagi hikoyalarni aytib beradi va Asunani qo'rqitadi. Shundan so'ng Asuna o'rmon ichida xuddi arvohga o'xshab yurgan bir qizchani ko'rib qoladi va o'zi sarosimaga tushib qoladi. Kirito esa uning arvoh emasligini bilgan holatda darhol uning yoniga chopib boradi. Bu qizcha Yui edi.
Uning o'yinchi yoki o'yinchi emasligiga ikkilangan Kirito va Asuna uni uylariga olib kelishadi va unga g'amxo'rlik qilishga qaror qilishadi. Keyinchalik ular birga Yui bilan tunab qolishadi va uni agar o'yinchi bo'lsa asrab olib qiz qilib olmoqchi bo'lganliklarini aytishadi. Keyin ertasi kuni ertalab Yui uyg'onadi va o'zining xotirasini yo'qolgandek tutadi va Kirito va Asunani otasi va onasi deb qabul qiladi. Asuna va Kiritoning ismlarini to'g'ri ayta olmay, ularni oyi va dada deb chaqira boshlaydi. Buni eshitgan Asuna juda ham emotsiyalarga berilib ketadi va qizchani quchoqlab oladi va yig'lay boshlaydi. Yui bilan o'tkazgan vaqtlari ularga juda ham maroqli tuyuladi va ular birgalikda Yuining ota-onasini topishga qaror qilishadi. Keyin ular Yui balkim boshlang'ich shahardan kelib qolgan bo'lishi mumkinligini o'ylab, o'sha yerga borib, qizning ota-onasini topishga harakat qilishga qaror qilishadi va birgalikda uchalovlari birinchi boshlang'ich shaharga, birinchi qavatga tushib borishadi va u yoqda Yui bu yerlarni eslaydimi yo'qmi deb so'raydi. Yui esa hech qayerni eslamayotganligini aytadi. Bu yerda odamlar kuchsiz o'yinchilarni kuchli o'yinchilar haqorat qilayotganligini ko'rib qolishadi va Kirito va Asuna ularga dars berib qo'yishadi va shundan so'ng ularni jo'natib yuborganlardan keyin yosh o'yinchilarga yordam beradigan cherkovning ichiga kirib, ularga yordam berishga qaror qilishadi. Birinchi va pastki qavatlarning barchasida Ozodlik armiyasi gildiyasi nomi ostidagi o'yinchilar ustidan o'zining hukmronligini o'tkazmoqchi bo'layotganliklari keyinchalik ma'lum bo'ladi va Kirito va Asuna ularni endi qanday qilib bu yo'ldan qaytarish mumkinligini o'ylashadi. Birgalikda cherkovda ovqatlanib o'tirgan paytlarida cherkov eshigiga Ozodlik armiyasining qo'mondonlaridan biri keladi va Kirito va Asunadan yordam so'raydi va bo'lgan voqeani aytib beradi. U qizning ismi Yulier edi. Yulier Kirito va Asunaning oldiga kelib, Ozodlik armiyasi ikkiga bo'linib ketganligi, biri Kibao tarafdorlari, ikkinchisi esa Yulierning qo'mondoni tarafdorlari hisoblanishadi. Kibao tarafdorlari o'yinni tezroq yutib bu yerdan qochish va bu yo'lda hech qanday yo'ldan tap tortmasligini aytadi. Lekin uning qo'mondoni aksincha o'yinchilarga yordam berib, ularni to'g'ri yo'lga boshlayotganligini, lekin qo'mondonlarini bir uchrashuvga chaqirib, uni tuzoqqa tushirilganliklarini aytadi va uni o'sha tuzoqdan olib chiqishga yordam berishlarini so'raydi. Va Asuna va Kirito bularga gaplarga ishonmay turganlarida Yui men bu xolaga ishonaman, ularga yordam berishimiz kerak deb aytadi. Shundan so'ng Asuna va Kirito Yuining gaplariga qarshi chiqmay, o'sha Yuriel bilan birgalikda yer ostiga tushishadi va u yerdagi maxluqlarni birin-ketin o'ldirgan holatda Yuriel aytgan joyga borib yetishadi. Yuriel o'zining qo'mondonining yaxshi ekanligini ko'rib, o'zini boshqarib tura olmaydi va ehtiyotkorlikni yo'qotib, u tomonga qarab yugurib ketadi. Kirito uni to'xtatmoqchi bo'ladi va tuzoqqa qarab yugurib ketayotgan Yurielni qutqarib qoladi. Lekin u yerda kutilmagan boss paydo bo'ladi va bu bossning hattoki darajasi qanaqa ekanligi ham ko'rinmaydi va uni qanday qilib yengish mumkinligini tushunmay qolishadi. Kirito portal toshlarini olib, Yuini bu yerdan olib ketishlarini ulardan iltimos qiladi va Asunaga ham ular bilan birga ketish kerakligini aytganida, Asuna u yerdan ketmoqchi emasligini va Kirito bilan birgalikda bu bossni yengishga qaror qiladi. Lekin uning ilojini topolmay turgan paytlarida Yui o'zi turgan xavfsiz xonadan chiqib keladi va bossga qarshi jang qilishni boshlaydi. Yui ham sistemaning bir qismi hisoblanib, uni o'ldirishning ham iloji bo'lmaydi. Shundan so'ng Yui sistemaning aloqasini ishga solgan holatda o'sha yerdagi bossni yo'q qilib yuboradi. Keyin bu o'yinning sistemasi Yuining ishdan chiqqanligini o'ylab, endi uni yo'q qilmoqchi bo'ladi va bu sistemaning nomi Kardinal deb ataladi. Kardinal sistemasining bir qismi bo'lgan Yui Kirito va Asunani juda ham yoqtirib qolganligi, aslida Yui bu o'yindagi o'yinchilarning emotsional holatlariga javob beradigan bir sistema bo'lganligini, lekin o'yin boshlanganidan keyin uning xizmatlari chegaralab qo'yilganligini aytadi. Lekin shunchalik hamma o'zini tushkunlikka tushib qolgan paytida ham Kirito va Asuna bu o'yinda o'ziga sevgi va muhabbat topa olganligini va ular bilan uchrashmoqchi bo'lib, sistemadan chiqib, bu odam ko'rinishida ularning oldiga borganligini aytadi va ularning oldidan ketmoqchi emasligini aytganida Kirito va Asuna uni yig'lab quchoqlab olishadi. Lekin Yuining vaqti kelgan bo'ladi va sistema Yuini o'chirib tashlamoqchi bo'ladi. Shundan so'ng Kirito Yuini saqlab qolish maqsadida o'zining qobiliyatlarini ishga solib, tez orada kompyuter sistemasiga buzib kiradi va Yuining xotiralarini saqlab qolishga harakat qiladi.
va buni uddalaydi ham. Mana shu ko'z yosh tomchisiga Yuining xotiralarini saqlab qoladi va shundan so'ng real hayotga qaytganlaridan keyin boshqa sistemaga uni ulab, uni qayta tiklay olishi mumkinligini aytadi. Shundan so'ng ularning dam olishlari tugaydi va yana oldingi frontga jang qilish uchun qaytib kelishadi. Kapitan ularning qaytishlari bilan 75-xonadagi bossni topganliklarini va u xonadan teleport bilan chiqib ketib bo'lmasligini, u yerga kirgan bir guruh jangchilar o'lib ketganliklarini, kirishlari bilan eshik yopilib qolganliklarini aytadi. Shundan so'ng Kirito va Asuna birgalikda endi mana shu raidga tayyorgarlik ko'rishadi. Kirito Asunaga o'sha yerga bormasligini, agar Asunaga biror narsa qiladigan bo'lsa, Kirito yashay olmasligini aytadi. Asuna ham shu joyda Kiritoga ham biror narsa bo'ladigan bo'lsa, o'zining joniga qasd qilishini aytadi. Nima qilib bo'lsa ham bu o'yindan chiqishlari kerakligini, vaqt o'tgan sari ularning hayotdagi tanalari o'lib borayotganligini, agar chiqmaydigan bo'lsa, shundoq ham shu yerda o'lib ketishlari mumkinligini eslashadi. Shundan keyin raid guruhi bossga raid uchun tayyorgarlikni boshlashadi. Klein hamda qolgan yigitlar ham bossga tayyorgarlik uchun kelishadi. Bossning xonasiga borguncha ham kuch sarflamasliklari uchun Heathcliff o'zining katta portal toshini ishlatadi va bossning xonasi eshigi oldida paydo bo'lishadi. Va endi bossning xonasiga kirish uchun tayyorgarlik ko'rib, ichkariga kirishganida ular qo'rquvdan qaltirab qolishadi, chunki boss boshida ko'rinmaydi. Keyinchalik Asuna uning tepada ekanligini sezib qoladi va hammalari tepalariga qaraganlarida suyaklardan tashkil topgan bir katta bossni ko'zlariga oldiga keladi va uning oldi qo'llari ikkita katta qilich bo'lib, tekkan narsasini ikkiga bo'lib tashlaydi va odamlarni birin-ketin o'ldira boshlaydi. Heathcliff hamda Kiritoning jasurliklari bilan birgalikda bossga qarshi yaxshi zarbalar bera boshlashadi va yutishi ilojsizdek ko'ringan bossni vaqt o'tishi bilan o'ldirishga muvaffaq bo'lishadi. Lekin bu atigi 75-qavatda shunaqa qo'rqinchli boss bo'ladigan bo'lsa, 100-qavatgacha borib uni o'ldirish imkonsizday tuyula boshlaydi. Shundan keyin hammalari tushkunlikka tushib qolishadi. Lekin shunday qiyin boss bilan bo'lgan jangga qaramasdan, Heathcliffning joni yashildan sariqqa qarab tushmaganligini ko'rgan Kiritoda shubha uyg'onadi va Heathcliff kutmay turgan bir paytda Kirito Heathcliffga tezkor zarba berib qoladi va Heathcliffning ham o'lmaydigan obyekt, ya'ni sistemaning bir qismi ekanligini tushunib yetadi. Shundan so'ng Heathcliff hammaning oldida o'zining Akihiko Kayaba ekanligi va o'zi qurgan dunyoda o'zi o'yinchi sifatida yashab kelayotganligini va o'yinchilarga o'zining 100-qavatdagi boss ekanligini aytadi. Agar Kirito uni hozir duelda yengadigan bo'lsa, o'yinni tugatib, hammalarni ozod qilishi mumkinligini aytadi. Qolgan o'yinchilarni esa paralech bilan xavfsizlantirib qo'yadi. O'yinni unga bergan tizimi yordamida u hammani xavfsizlantirib, qimirlolmaydigan shol holatiga keltirib qo'ygandan keyin Kiritoga agar uni yutadigan bo'lsa, barcha o'yinchilarni ozod qilishga va'da beradi va bu duelda u o'zining sistemasidan foydalanmasligini, o'zini o'ldirsa bo'ladigan obyektga aylantirishiga va'da beradi. Kirito endi u bilan duelga kirishmoqchi bo'lib turganida Asuna uni bu fikrdan qaytarmoqchi bo'ladi. Lekin ko'z oldida shuncha odamlarning o'lganligini eslagan Kirito emotsiyalarga berilib ketadi va uning duelini qabul qiladi va unga qarshi jangga boshlaydi. Kirito va Heathcliffning jangi juda ham qattiq bo'lib o'tadi. Kirito barchaga bergan va'dasini ustidan chiqish uchun uni yengib hammani ozod qilmoqchi bo'ladi. Lekin jang juda ham qattiq kechadi va Kiritoning kuchi Heathcliffni yengishga ozroqgina yetmay qoladi. Kiritoning qattiq zarbalar olayotganligini ko'rib turgan Asuna unga chidab tura olmaydi va Kirito Heathcliff bilan bo'lgan jangda qattiq yaralanadi. Heathcliff endi uni o'ldirmoqchi bo'lib turgan paytida, Kirito taslim bo'lib turgan paytida Asuna uning oldiga sakrab chiqadi va qilich oldiga to'g'anoq bo'lib qoladi. Heathcliff bilmagan holatda Asunani o'ldirib qo'yadi. Ko'z o'ngida o'zining sevgilisini o'layotganini ko'rib turgan Kirito juda ham tushkunlikka tushib qoladi va o'zining qilichlarini ko'targan holatida Heathcliffni o'ldirmoqchi bo'ladi, lekin Heathcliff Kiritoga qattiq zarba beradi. Kiritoga sistema uning o'lganligini ko'rsatadi, lekin o'zining Heathcliffga, ya'ni Akihiko Kayabaga bo'lgan nafrati tufayli Kirito o'yindan chiqib ketmaydi va oxirgi zarbani beradi va Heathcliffni o'ldiradi. Shundan keyin o'yinning tugaganligi haqidagi qo'ng'iroq chalinadi. Kirito hamda Asuna o'zlarini o'yindan tashqari holatda ko'rishadi.
osmonda turganliklarini ko'rishadi va o'ldiki deb o'ylashadi. Shundan so'ng Akihiko Kayabening ham soyasi paydo bo'ladi va Kirito bilan o'yinni yutganligi bilan tabriklaydi va hamma o'yinchilar bir boshidan o'yindan chiqib ketayotganliklarini aytadi va u bu dunyoni shunchaki o'zi yoshligidan hayol qilganligini va bu dunyoda odamlar bilan birgalikda haqiqiy hayotda yashagandek yashamoqchi bo'lganligini aytadi va bu dunyosi ham o'z nihoyatiga yetganligini aytib, Kirito va Asuna bilan xayrlashadi. Kirito va Asuna o'yindan tashqarida ham bir-birlarini topishga va'da berishadi va Kirito o'yindan chiqadi va o'zining qanday tushkun ahvolga tushib qolganligini ko'radi. Shundan keyin u Asunani topish uchun yo'lga otlanadi. Shu bilan bu animemizning birinchi mavsumi, birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr.